Aziza, to'xtang, sizda gapim bor. To'xtang. Menga qarang. Erkakmisiz o'zi? 1 yildan beri ketimdan yurasiz. Niyatingiz jiddiy bo'lsa, sovchi jo'natgan bo'lardingiz. Bilib qo'ying, qachonki sovchilarni jo'natasiz, o'shanda siz bilan gaplashaman. Mujik. Baribir siz meniki bo'lasiz. Ertaga yo'g'ingizga sovchi bo'ladi. Ya ana ish, ana. Shmomak aka. 200 mingdan yer oldim. Akalar, sovchilikka borish kerak. Sovchilikka 1 million bo'ladi. Zamonaviy sovchilar uyimizga har kun kelar. Yurak duk soat o'tar duk. O'ng qo'lda Qizil darvozali uy. Shu uymi? Shu onaginalarni sen, kelinni ham zo'ridan topsan. Ha, zo'ri. Opasi yo'qmi? Jiyan ishing hal, tamom. Xo'sh, nima uchun keldinglar? Sizda bir Yaxshiroq ish yo'qmi aka? mana gul bor ekan, bizda bir bulbul bor. Ha, o'shanga qulchilikka keldik. Sovchilikka. Qayerda turasizlar? Oldin qo'yliq mustun tagida turardik. Bu yerda ish to'xtaganda hozir. Hozir 3 qahramon tomonga ko'chganmiz. Bu yerda ish zo'rda. Kuyov bolani topish tutish qanaqa? 1 million berganiga qaraganda yaxshi topadi. Nima deb tashlabsizlar? Va bizdan ko'ra ko'p topadi. Zo'r topadi, zo'r. To'yni qachonga qilmoqchisizlar? To'ynimi? To'yni keyingi yil qilamiz deng. Shu yil yig'ib qo'ygan pullarimiz hammasiga Xonsaroyda uy olib, remont qilib, yangi uyga kelinni tushiramiz deng. Keyingi Bu yil yiqqan pulimizdan Xonsaroydan uy olib, keyingi yil yangi uyga kelin tushirayotganimiz. Shohijaxon o'g'lim, mana bu 1 millionni olingda. Ikkita mardikor gaplashing. Uyi chinniday qilib tozalab qo'ysin, tushunarlimi? Bo'ladi. Mayli, biz bir maslahatlashib javobini aytvoramiz. Mayli, Xudojon, sog' bo'ling. Aynan sizdan. O'g'riman. Bartir Xudo, sog' bo'ling. O'lvaring. 2 dollar olsangiz bo'lardi-ku. Bitta deysan. Voy, mana shunankacham. Sovchilaringizni vaqtliroq jo'natsangiz bo'lar ekan-a? Endi men sizga ishonaman. erkak kishi bitta gapiradi, bo'g'irsoqcham. Xudolar, tinchlikmi? Kecha ish bor degani o'sha pulni begona qilmaylik deb kelgandik. Biraz qasdi qilish qiyin. Ozgina pardamizga yetmay turibdi-da. Xudog'ay, 900 bersangiz yetadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Videoni ko'rdinglar, akalar, opalar, lekin podpisatsiya qilmaydi-da bular. Aziza, biror nima deng biz obunachilarimga, o'zingizda obunachilaringizga. Voy, mana bu g'irsonlarim. Tezgina mana shu Doza Aiza Official va Abbos Kenja profilga podpiska tashab, kolokolchik bosib qo'yinglar, xo'p? Akalar, endi obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi. Mana Abbos Kenja, Doza Aizani ikkita kanalda aytdim, tirs podpisatsiya qilib qo'yaylik. Bu esa bizga motivatsiya bo'ladi-da, keyin yanada kuchliroq ijod qilishga, bundan ham qiziqarliroq videolar qo'yishimizga sababchi bo'ladi. Obuna bo'lamiz.